Asal haqida ma'lumot. Judayam ko'p beriladigan savollardan. Qanaqa asal ishlatsa bo'ladi dorivor tayyorlamaga? Siz qanaqa asal ishlatasiz? Вообще qandli diabetga asal yesa bo'ladimi yoki yo'qmi? Dorivorlik xususiyati asalni judayam ko'p manbalarda ko'rsatilgan. Endi masala nimada? Masala qanaqa asal tanlashda. Dunyo bo'yicha mingdan oshiq xili bor asalni. Endi ikki xil turga bo'linadi. Oddiy qilib aytganda, bu oddiy iste'mol uchun asal hisoblanadi va dorivor asal hisoblanadi. Endi dorivor asalda ikkita shart bor. Birinchisi, высокогорный, ya'ni yuqori tog' bag'rlarida o'sgan dorivor giyohlardan yig'ilgan asal hisoblanadi va tarkibidagi diastazasi 38 dan baland bo'lishi kerak. Ya'ni Gote ko'rsatkichi bor. Bu asaldagi fermentlarning aktivligini ko'rsatadi. Mana shu 38, 40, 50 gacha bo'lsa juda ham dorivor hisoblanadi. Endi men ishlatadiganim mana bunaqa Honey Lux Premium High Quality degan asal bor. Mana shunaqa asaldan bir choy qoshiq ertalab iste'mol qilinsa juda ham yaxshi rezultat, natijalarga erishsa bo'ladi. Ya'ni immunitet oshadi, ozadi, isitib beradi, juda ham ko'p kasalliklarga shifo bo'ladi. Albatta, sahrli diabetli, ayniqsa ikkinchi tip ham yarim choy qoshiqdan iste'mol qilsa bo'ladi. Like bossangiz tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.